Dunyodagi qaysi narsa jannatga teng bo'la oladi? Dunyoning vaqtincha rohatini deb jannatni yo'qotish to'g'rimi? Qay biri qiyin? Biz ado etishga dangasalik qiladigan ibodat mashaqqatimi yoki do'zax azobi? Tavba qilib, hammasini birlashtirganda 1 soatga ham bormaydigan ibodatni qilish qanchalik qiyin bo'lishi mumkin? O'limdan keyingi dahshatli voqealarda hamma qo'rquv va vahimaga botganda quvonch bilan tabassum qilib abadiy jannatga kirishga arzimaydimi? Bu dunyoga bekorga kelmaganmiz axir. O'lim haq, qabr haq, qiyomat albatta keladi. Bularni inkor qila olmaymiz. Shuncha haqiqatlarni bila turib, qanday qilib ular mavjud emasdek yashashimiz mumkin? O'lim har kuni 250 ming kishining eshigini qoqadi. Nahotki bu sizga ta'sir qilmasa, o'lim sizni uyg'otmasidan uyg'oning, chunki o'lim uchun o'lim yo'q. Tavbani kechiktirmang. Bugun hali vaqt bor ekan, yuragingiz hali urib turgan ekan, siz hali ham sajda qilishingiz mumkin ekan, tavba eshigi hali ochiq ekan. Ibodat qilmasangiz hozirdan boshlang.